Универсиада dünya yüzlük sport oyunlarının biri. O, Xalqarlıq Universitetlik Sport Federatsiyasının uyuşturuşu bilen studentlar arasında ötküzildiğin xalqarlıq musabaqa. Bu musabaqani dünya yüzlük studentlik oyun yoki bolmasa dünya yüzlük universitetlik oyun deb mu ataydı. Mыңлыган talantlıq yaşlarının beşini qoşudigan bu oyun 2 yılda bir bolup turdu. Yani birinci yılda qışqi sport türüdün ölse, ikinci yılı yazlıq sport oyunları boyunca ötküzildi. Biylki yılda kelip yetken 28. Qışlıq Dünya Yüzlük Universiada 1000 yıllık tarixi ba Almut şəhərimizdə 28 yanvar hem 8 fevral aralığında davamlaşdığan boludu. Бүгінгі универсиаданың ашылу күніне орай осы факелға біз келіп тұрмыз, осы Алматының тұрғындарымыз. Бүгін көңіл күйіміз өте керемет болып тұр. Осы халық арасында ойнап күліп, керемет бір неге бөленіп, көңілге бөлініп, бірігіп, біздің осы Қазақстан Республикасының спортшыларымен бірге болып, солар үшін өте қуанышты болып, соларға жанкүйер болып жүрміз. Bu musabaqaga 57 mamlakatning sportchilaridan qatnashishga kelgan 2000 dan oshiq sportchilar sportning 12 turidan, ya'ni short track, snowboarding, biatlon, shaybali xokkey o'xshash va boshqa sport turlaridan 85 medal mukofoti uchun o'zaro musabaqaga tushadigan bo'ladi. Mamlakatimizning donqini bo'lsa 171 sportchi qo'g'dimoqchi. Xalqimiz ishidan chiqqan yosh sportchilarimiz orasida xalqaro musobaqalarning chempioni, bilyard bo'yicha Qozog'iston turnirlarining g'olibi Islom Abuniyazov, Texnodom Soda uyining menejeri Rishad Xayrullayev, Xalq chorvachilik universitetining a'lochisi, boks bo'yicha Jumhuriyatlik va xalqaro musobaqalarning chempioni Avezov nahiyalik Jasotan yoshlar kengashining raisi Shatliq Tug'luqovlar universiada mash'alini elib chiqish fursatiga ega bo'ldi. 28-й зимней универсиады 2017 года продолжает студент университета Нархоз, мастер спорта по боксу Туглук Шатлиев. Настроение отличное, все организовано прекрасно, спасибо организаторам. 29 fevral Almut Arena muz meydanida prezidentimizning qatnashishi bilan 28 xalqaro qishliq universiadaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimning eng dastlabki navbatida Avstraliya, Braziliya, Kanada, Chili, Yaponiya, Meksika, Slovakiya, Ukraina, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ko'plagan mamlakatlardan kelgan sportchilarni tonishtirish marosimi alohida o'tkazildi. Qozog'iston komandasi nomidan bo'lsa, Koreya elining Kanın şəhərində short track sport türü bo'yicha Alam Kubogida 1000 metr aralıqda chempion atangan Nurbergen Jumag'aziyev muz teyilish bo'yicha 2013 yilgi dünya chempionatining kumush g'olibi, 7 qishliq Aziya o'yinlarida muz teyilishdan chempion, Qozog'istonning 3 marta chempioni, Qozog'iston Cumhuriyetining xalqaro darajadagi sport mahiri Denis Ten, Qishliq Universiada 2017 o'yinlarida lыжа akrobatikasi bo'yicha elimizdan donqini qo'g'daydigan Qozog'istonning freestyle komandasining boshchisi Jambota Aldabergenova va boshqa elimizning yosh sportchi mahirlari mamlakatimizning ko'k bayrog'ini maydonga elib chiqdi. Shundaqla marosimda konsertlik show programmalar uyushtirilib, kelgan tomoshabinlar alohida taassurotga bo'lendi. Bayram oxirida Xalqaro studentlik sport federatsiyasining prezidenti Oleg Matetsin vatandoshlar özünün izgu tilaklarini bildirgan bo'lsa, Xalqaro Olimpiada komitetining prezidenti Thomas Bach video yo'llanma orqali universiada sportchilariga salom yo'lladi. Universiada mash'alini elib chiqqan elimizning 16 shahridan tashrif buyurgan yosh sportchilarni zaldagi tomoshabinlar zo'r olqishlar orqali qo'llab-quvvatlab, ularga bo'lgan mehr muhabbatini shu marosimda yana dalilladi. Barliq qozog'istonliklarni shahrimizning turg'unlari bilan mehmonlarini 28 Bütkül Dünya Yüzlük Qışlıq Universiadaning dağdığılıq içilish munosabati bilan tabriklab o'ltirib, sportchilarga utuqlar yor bo'lsin demoqchimiz. Alg'a Qozog'iston. Abdumanov Mahmudjon, Ruslan Duganov, Baxtiyor Iminov, Tangritog kanali.